lekin bizga vazifa o'laroq bir qisqagina suhbat qilib bering deb topshiriq qilib berdilar. O'zimizni shu bahona imtihon qilib olamiz degan maqsadda va shu bilan birga bu ulug' zotni ustozni nazarlari tushadi degan niyatda suhbat qilishlikka harakat qilamiz. Chunki azizlarni, ulug'larni nazari ham juda katta narsa hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom bir kun sahobalar bilan jamlanib yig'ilib turganlarida savol berdilar. Bir daraxt bor, xuddi mo'minga o'xshaydi, hech ham qarimaydi dedilar. Bu qanday daraxt dedilar. Sahoba-i ikromlar jim bo'lib turishdida Alloh va rasuluhu a'lam deyishdir. Alloh va rasuli bilguvchiroqdir deb haligi savolni javobini Rasulullohning o'zlariga havola qilib qo'yishdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, bu xurmo daraxtidir dedilar. Kecha qora akamiz ham xurmo bog'ida aytgandilar. Rasululloh aytganlar, xurmoni xuddi mo'minga o'xshatganlar bir hadisda dedilar. Xuddi mana shu hadisni savol tariqasida sahobalarga bergandilar. Sahobalarning ichida yosh sahoba Abdulloh ibn Umar ham bor edilar. Juda yosh edilar o'sha vaqtda. Abdulloh ibn Umar aytdilarki, Hazrat Umarga qarab, otajon, otajon, Rasululloh bergan bu savollarning javobini men bilardim. Lekin Hazrat Abu Bakr amakimlar, Hazrat Usmonlar bor edi. Ularning oldida hayo qildimda ayta olmadim dedilar. Hazrat Umar bitta egildilarda Abdulloh ibn Umarni peshonasidan o'pib qo'yib, o'g'ilcham, hayo qilib to'g'ri qilibsiz-u, lekin bu savolning javobini Rasulullohga siz aytganingizda men ko'proq xursand bo'lardim dedi. Chunki Rasulullohning nazarlari tushardi sizga va Rasululloh sizni duo qilib qolardilar. Mana shundan bebahra qoldik-da dedilar Hazrat. Xuddi shunday ulamolar aytadilarki, mana shunday ustozlarni, ulug' zotlarni nazariga tushish, ularning nazarida bo'lish juda katta ulug'lik deydilar. Ya'ni insonning kamoloti uchun bir dastak bo'ladi deydilar. Xuddi shunday ustozni bir nazarlaridan, yaxshi nazarlardan umid qilgan holimizda ikki og'izgina umrani fazilati to'g'risida suhbat qilishlikka harakat qilamiz. Mana kechadan beri faqat umra to'g'risida, umrani shartlari to'g'risida, umrada bo'ladigan, bajariladigan amallar to'g'risida gapirilyapti. Ana endi o'zi bilib olaylik, umra nima degani. Umra arab tilida ziyorat degan ma'noni bildiradi. Ziyorat, o'zimiz ham ko'pincha qayerga boryapsiz desa, umra ziyoratiga deymiz. Umrani o'zi asl ma'nosi ziyorat degan ma'noni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Estaizu billah va atimmul hajja val umrata lillah" deydi. Ya'ni umrani va hajni Alloh uchun mukammal ado qilinglar deb Alloh taolo Qur'onda buyurgan. Mana shu oyat karima ulamolar aytadilarki, haj va umra qilishlik uchun undovchi, buyruq bo'luvchi oyat hisoblanadi deydi. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Val umratu fariidatun val hajju fariidatun val umratu tatawwu'un" deydilar. Ya'ni haj farzdir, umra esa ixtiyoriydir dedilar. Ya'ni oyatdagi qani savol tug'iladi-da. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado qilinglar deb haj bilan birga umra ham buyruq bilan kelyapti. Payg'ambar alayhissalom ana shu oyatni sharhida haj farzdir, umra esa ixtiyoriydir. Payg'ambar alayhissalomdan kelib sahobalar so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, umra vojibmi yoki ixtiyoriymi?" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, umra dedilar ixtiyoriy, lekin uni amalda oshirishlik imkoniyati bor odam uchun umra qilishlik afzaldir. Mana shu hadis, quyidagi hadislar va boshqa hadislarni o'rgangan ulamolarimiz aytadilarki, Maliki va Hanafi mazhabida imkoniyati bor odam umra qilishligi sunnati muakkadadir dedilar. Ya'ni sunnati muakkada degani ta'kidlangan sunnatdir. Payg'ambar alayhissalom umrani fazilati bobida aytadilarki, "Val umratu ilal umrati mukaffiratu lima baynahuma" dedilar.
Bir umra bilan keyingi umrani o'rtasidagi gunohlar kechirilaveradi deydi. Umrani shunday fazilati bor ekan. Bir umra bilan keyingi umragacha bo'ladigan gunohlar keyingi ikkinchi umrani qilish bilan hammasi qilingan gunohlar hammasi kechirilib ketar ekan. Va umra qilgan inson faqirlik ko'rmaydi.